Qadrdonlar. Pastroq oluvda pishirilarkan-a. Kelaverasizlar endi. Kelaveringlar, hojakalar. Boshladi mana. Biz tayyor. Bu boshqacha bo'ladi-da u, nega? Tepadan o'chirib yoqqanini qilganmiz. Zikirda bangilladi. Bodagilar istihos vaqtida Bir tepsini qo'ysangiz, o'shani. Ha? Katapinga sinmayaptimi? Voy, sog'liq bekar turibdi. Chiroyli qilib beryaptimi? Hop, pechga yiqilaman. Oldi birinchi o'rna kartoshkalar. Olaveramiz. Hadi o'tib kelagan. Nimalardi? Buxoromi, Samarqanddan, Buxoro degan, G'ilminda degan. Biz bilmagan nomlarda ovqat bor ekan. Biz nomini bilmaydigan nomlarda. Kechana qadar ayangada qo'yib beraman-da. Hali uchrashuv bu narsaga qo'yib beraman YouTube'dan. Ha shunda anaqa kelin nimalardi? Uchrashuv, ilk uchrashuvda aytadi-da. G'ilmindani bilasizmi dedi. Nima? Hani kuşkuşlar çıkıyor, bizi bir yerlere çakalayacak. Hani suyunu buradan geçiyor, kat kapatıyor. Bizdagi yo'l nomlar bor ekanda. Bu ulfatlar uchun qilinadigan taom deylarmi? Tuz yersinmi? Tuzmi? Nima tuz? Hani Ha, bo'ldi bu. Mana kartoshkaga mana tuzlab qo'yilgan. Mana tuz, mana bu tuzlab qo'yilgan. Oo. Bo'laveradi bu. Qo'yganadimi? Bo'ldi. Limon chaqilamiz ekanda. Hozir qilamiz. Bu o'xshamayapti şimdi. o'xshaydi hozir. Bu mana ko'pchilik ishi bu mana. Kartoshkani qovurtib olamiz, uni endi bitta choy damlab olamiz, pauza qilib. Hozir 3 minut ovosini o'chirib qo'yaman. Go'sht solgandan anaqa qilamiz keyin bir yo'lga boshqa olib olamiz. Mana ko'pchilik ishi mana bu mana. Sobirjon qattiq olib. O'zdan qattiq qolyapti mana. Tayyorgarlik qattiq bo'lyapti. Suhbatda yorni deb qo'yibdi-yu. Yo'q. Mana qolgan mahsulotlar. Mana chesnok ezilgani. Endi ancha 5-6 kilocha go'sht. Suzma. Ana shuni men tagiga nima to'g'rab tayyorlab qo'yganmiz suzma salatga. Biz endi ovqatimiz pishguncha limon choyni ichib tayyorlab turamiz. Qani ketdingmi limon choyga? Bitta pauza.